Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, weekly outlook ya'ni haftalik tahlilimizga xush kelibsizlar. Xudo xolisa, hozir butun haftaga bo'lgan ideyalarimni va qanaqa pozitsiyalar olishimni yokida qanaqa valyutada savdo qilishimni hozir iloji boricha maksimalni tez sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Yevroga keladigan bo'lsak, yevroda bu indikatorlarni hozircha o'chirib turamiz. Yevroda hozir ko'rasizlar o'zingizlar buy trend va haftalik time frame'da ko'rayotgan bo'lsanglar deyarli bundoq qo'yamiz. Deyarli hamma maksimumlarni olib kelyapti. Ko'rasizlar, bu trend bayligidan dalolat berib turibdi. Biz iloji boricha endi bayga harakat qilganimiz ma'qul. Вот haftalik ideyada nima kutgandim? Haftalik ideyada mana ko'rasizlar, mana haftani maksimumi va mana shu haftani maksimumini qachon yechilishini xohlagandim. Mana bu hafta birinchi FVG ga tushib, keyin haftalik maksimum yetishini xohlagandim, lekin afsuski bozor FVG ga tushmasdan tepadagi hayyi bizani yechib berdi. Endi qanaqa ideya kutish mumkin? Endi bu FVG dan nima qilsa bo'ladi? Endi bu FVG dan entry yokida sell ideya qarash xato. Nimaga? Sababi uni tepada уже high yechilib bo'ldi. Уже tushadigan bo'lsa ham nabir teskarisiga qarab ishlab berish mumkin. O'shaning uchun ko'rish kerak. U ham risk albatta, chunki tepadagi highlar olinib bo'ldi. Va oylik time frame da qaraydigan bo'lsak, oylik time frame da biz hozirgi kunda IFVG da turibmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, IFVG ya'ni buy uchun ishlamagan FVG sell uchun ham qanday ishlab beradi yoki buy uchun ishlagan FVG sell uchun ham ishlab beradi albatta. Hammasi ham emas, uni ham qonun qoidalari bor. Agar bu narsani bilmoqchi bo'lsangiz, IFVG darsimni ko'rish maslahat beraman. IFVG bo'yicha darslarim bor. Bemalol ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz mana shu IFVG уровенini testidamiz. Ya'ni 50% ni test qilib, hozircha bozor qaytib turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. 50% ni ko'rasizlar. Va mana bu yerga FVG ni mana full fill qildi va shundan keyin уже sellga qarab harakat olishi boshladi. Pastda hech qanaqa targetlarimiz hozircha yo'q. Sababi mana shu hammalik bizneslar yechilib ketgan va mana bu zona уже tozalanib bo'lgan. Tozalanmagan, to'g'rirog'i test qilib, ya'ni bu zona уже ishlab berdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Va men nima kutgan bo'lardim hozircha yevroda bitta qisqacha atkat ko'rsam yaxshi bo'lardi. Sababi IFVG zonamizda turibdi. Hop, endi Dixie ni ko'radigan bo'lsak, Dixie dan xuddi shunaqa holat. Bundan ko'radigan bo'lsak, hop, bu yerda olinmagan, mana lowgacha target ko'rsa bo'ladi. Bu tepadagi hamma likvidностьlar yechildi. Va mana bu yerdagi FVG ni bozor yaxshigina hurmat qildi. Bu oylik time frame da qaraydigan bo'lsak. Dixie juda ko'p qarayman, yevro uchun bitta qarab qo'yaman xolos. To'g'ri, ko'p qarashga iloji boricha bunga. Xo'p. Tillaga keladigan bo'lsak, tillani ham men to'g'risini aytsam ko'p qaramayman va tillada iloji boricha zelka ochmasligiga harakat qilaman. Nimagadir men tilla bilan teskari bo'lib qolganman, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Bilmadim, tillaga nima qilsam xullas teskari yuradi yokida bir paytlar yursa ham stop loss juda ham katta bo'lib ketadi. Tilla mana ko'rishingiz mumkin, men bu zonadan buy berganman. Bu IFVG zonasi. Mana 1 soatlik time frame dagi IFVG zonasi. Mana shu zonadan Telegram kanalida ishlab olganmiz birga. Вот o'sha zonada yana o'chib ketdi. Keyin BPR, ya'ni 1 soatlik BPR dan reaksiya kutgandim va o'sha BPR zonada reaksiya berib ketdi. Hozircha aynan hozirgi kunda va hozirgi haftada tillaga bir nima deyish qiyin. Sababi tilla xohlaganini qilib tashyapti. Iloji boricha fundamental newslarga ham iloji boricha qarab turish kerak. Xo'p, agar mabodo kimdir tillaga sell ideya qaramoqchi bo'lsa, iloji boricha o'sha sell ideyani buyga qaratganimiz ma'qul. Har doim emas, kerakli zonalargacha. Lekin men to'g'risini aytsam, tillaga oxir payt umuman deyarli qaramayman. All time high hech narsa qilib bo'lmaydi. Qilib bo'ladi, faqat uchun ideya kutish kerak, vaqt, yangi grafik, yangi shamlar bo'lish kerak. Shuning uchun tillaga men bugunchalik hech narsa demay turaman. Shu uzuri shu hech narsa deyolmay qolaman lekin shu tillaga. Xo'p. Endi Gerchik ko'radigan bo'lsak, Gerchikda haftalik time frame da ko'radigan bo'lsak, bizda haftalik time frame da FVG bor. Ko'radigan bo'lsak, o'sha FVG dan biz yaxshi reaksiya ko'rishimiz mumkin. Xo'p, unda opsiya ko'rib chiqadigan bo'lsak, haftalik time frame da o'sha FVGimiz va endi 1 kunlik time frame ga qaytamiz. 1 kunlik time frame da qaranglar, mana tepasi
har doim tepadagi maksimum yechilib keldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan swipdan yaxshigina reaksiya bo'lgan. Itogi mana bu hay adashmasam yechilmadi, yechildi, hozir ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, bu hay yechilmabdi. Katta ehtimol bilan SMT bo'lib qolib ketgan, lekin ko'ramiz gerda ger 40 ta bilmaganlar uchun Germaniyaning indeksi yaxshigina sellda reaksiya bo'lgan. Ну, как minimum mana bu impulsni haftalikda ko'radigan bo'lsak, mana qaranglar. Mana shu impulsi bo'lmadi deganda 50% ni qoplab berish kerak. Mana ko'radigan bo'lsak, mana shu impulsi 50%. Bu degani mana bu FVG ni 50%. Xohlang mana shu FVG ga borguncha ishlab oling. Ya'ni kichkina time frame'da tasdiq qolib, xohlang mana shu FVG ga borguncha ishlab olsangiz bo'ladi. Xohlang mana shu FVG ga borgandan keyin sellda yana ishlasangiz ham bo'ladi. Lekin eng risksizrog'i FVG ga borguncha, sababi FVG ga borgandan keyin o'sha sizni qiziqtirmaydi. 4 soatlik time frame qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da bu boyagi mana chizganlarimiz bilan shuni ochib turamiz. Ko'rishimiz mumkinki, 4 soatlik time frame'da IFVG hosil qilgan, ya'ni sell uchun ishlagan FVG buy uchun ham ishlab beradi boya aytganimdek. Va mana bu katta impulsni ko'rayotgan bo'lsanglar, endi buni o'chirib turaman. Mana bu katta impulsni 50% ni ham yopib berib, uni ichida swip bo'lib va swipdan keyin yaxshigina buyga reaksiya bergan va zo'r как buyga ishlashga imkoniyat yaratib bergan, ishlab olganlar ishlab olgan. Hop, bugungi holatni ko'rishimiz mumkin. Gerda bugun emas, bugun sellda reaksiya bo'ldi, lekin undan oldin bu likvidностьlarning hammasi yechildi. Ko'rayotgan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu deyarli jamiki likvidностьlar yechildi va yechilgandan keyin sellda reaksiya berdi. No, lekin prям gerda bugun ideal holat ko'ra olmadim. O'shaning uchun bugun savdo qilganimga iloji boricha, chunki bugun bank holiday, o'zingizlar ham bilasizlar, ko'p anaqalar paralar yaxshi yurmasligi bu fakt edi. O'shaning uchun men deyarli bugun zo'r setup qidirganim ham yo'q. Yevroda qidirdim, xolos. Ideyalarimni ham iloji boricha Telegram kanaliga tashlab qo'ydim. Telegram kanaliga описаниеda ссылка bor. O'sha bilan bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Endingi targeti nima gerra deydigan bo'lsanglar, mana bu indeksni endingi targeti kattaroq time frame'da qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda bu agar buy uchun bo'ladigan bo'lsa, mana bu target, birinchi targetlardan bittasi. Mana hozir narxini sizlarga belgilab o'taman. Birinchi targetlardan bittasi va mana bu hozircha ikkinchisi bo'ladi. Sababi fulfill desam bo'ladi. Agar bu yerga tushadigan bo'lsa, o'sha mana bu imbalansni ko'rayotgan bo'lsanglar, fulfill qilib ketadi. Ya'ni to'liq imbalansni 100% darajada yopib, keyin reaksiya berish ehtimoli bor. Sababi mana bu yerda o'sha ko'rasizlar yechilmaganlik anaqa ikkita low hosil bo'lib qolgan. O'shani hisobiga ham reaksiya berish bor. Xo'p. Endi Nasdaqlarga ko'p qarayman, to'g'risini aytsam. Funtga o'tib ko'ramiz. Funtda qanaqa holat? Bu men analiz qilmaganman, adashmasam tushib qolgan qattadir. Xo'p. Funtda ko'radigan bo'lsak, mana bu tepadagi high juda ham aktual, mana bu tepadagi juda ham prям aktual. Sezayotgan bo'lsanglar, вот anaqa yevro bilan funt ko'p paytlar bir-biriga teskari yurdi. Bu juda ham yomon narsa, juda ham yomon narsa. Bir-biriga to'liq darajada teskari yurdi. Bu strashniy vaziyatlardan bittasi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, aynan men uchun. Ko'rayotgan bo'lsak, tepadagi hayga ataka bo'lyapti. Aynan mana shu nuqtada bir haftalik time frame'da qaraydigan bo'lsak, hozircha mana bu haygacha общий hozircha targetimiz shu desak bo'ladi. Atak bugungi kundagi hozirgi aktual targetlarimiz aynan mana shu tepadagi hay bo'ladi. Va endi ko'radigan bo'lsak, prям слишком idealniy yurish yo'q. O'shaning uchun hozircha ideyalarim xuddi shunaqa. Lekin вот mana bu imbalansga bizga как minimum test ko'rishimiz mumkin. Va дальнейшем qanaqa ideya bo'ladi? Agar mana funt ideal holat bo'lardi. Agar funt birinchi FVG ga tushib, keyin mana bu tepadagi hay oladigan bo'lsa, prям ideal holatlardan bittasi bo'lardi. Agar birinchi chiqib turib tepadagi hay yechib keyin tushadigan bo'lsa, уже как прям идеальный vaziyat emas desam bo'ladi. Lekin вот sizlar aytishingiz mumkin, mana men imbalansda ketaverishim mumkin. Da, to'g'ri, lekin bundan ko'ra, bu FVGdan ko'ra bunisi ko'proq aktual. Birinchidan ham katta, ham iloji boricha pastroqda. Eng tepadagi как FVGdan iloji boricha kirish ham har doim maslahat berilmaydi. Вот o'sha holatni kutgan bo'lardim. Ya'ni mana bu 4 soatlik time frame'dagi imbalansdan tepaga qarab reaksiya.
Ну, в общем, olib qaraydigan bo'lsak, iloji boricha bu hafta ehtiyot bo'lishga как chorlab qolardim. Ehtiyot bo'linglar. Oson hafta bo'lmaydi. Вот прям ideal hafta ham bo'ladi deya olmayman. Sababi полный bank holiday haftasi juda ham minimalniy risklarda iloji boricha ishlash kerak. Oldingidek haftalar bo'lmaydi. Iloji boricha riskni kamaytirib, kamroq setup qilib ishlashinglarni maslahat beraman. Xo'p, keyin men bilan bir xil ishlamoqchi bo'lganlar aytib o'tmoqchiman. Bizda Discord bor. Men Discordda o'zimni hamma ochgan zilkalarimni tashlab boraman va Telegram kanalda ham albatta tashlab boraman. Telegram kanalda silkasi описаниеda bo'ladi. Bemalol silka bo'yicha ulanib, analizlarimni ko'rib, natijalarimni ko'rib, men bilan birga va Discordga qo'shilib ishlasanglar bo'ladi. Hammaga shuni maslahat berib qolardim. Hammani Telegram kanalda kutib qolaman. Xudo xolasa, полный Telegram kanalda faoliyat olib boramiz. Hammaga omad, charchamanglar. Iloji boricha mana shu kanalda aktiv bo'lib tursanglar, podpiskalarni bosib, xudo xolasa, hammani aktivi men uchun juda ham muhim. Sizni bir dona podpiskangiz ham meni ancha kanalimni rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar.